Kuch. Xalqaro siyosatda yumshoq kuchni ishlab chiqaruvchi manbalar ko'p jihatdan muayyan tashkilot yoki mamlakatning o'z madaniyati, ichki amaliyoti va boshqalar bilan siyosatida ko'rsatadigan misollari hamda munosabatlarida qo'llaydigan qadriyatlari zamirida yaratiladi. Hukumatlar ba'zan yumshoq kuchni nazorat qilish va qo'llashda qiyinchiliklarga duch keladi, ammo bu uning ahamiyatini aslo kamaytirmaydi. Fransiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri aytganidek, Amerikaliklar qudratli, chunki ular kino va televideniye orqali global tasvirlarni o'zlashtirganliklari tufayli boshqalarning orzu va istaklarini shakllantiruvchi ilhom manbaiga aylana olishgan va shu sabablarga ko'ra ko'p sonli talabalar boshqa davlatlardan o'qishni tugatish uchun qo'shma shtatlarga kelishadi. Yumshoq kuch muhim haqiqatdir. Hatto buyuk ingliz realististi E.H. Carr 1939-yilda xalqaro kuchni 3 toifaga bo'lgan edi: harbiy, iqtisodiy va mafkuraviy nazorat. Yumshoq kuchning ahamiyatini inkor etganlar qo'rquvning kuchini tushunmaydigan odamlarga o'xshaydi. Prezident Jon Kennedi bilan uchrashuv chog'ida katta davlat arbobi Jon J. Makloy jahon siyosatida jalb etishning olamshumul ahamiyatiga e'tibor qaratib shunday degan edi: Jahon hamjamiyati fikri. Men bunday fikrga ishonmayman. Eng muhim masala faqat kuchdir. Ammo Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt va Kennedy kabi davlat rahnamolari insonlarni o'ziga jalb qilish va ularning fikrlarini istagan yo'sinda harakatga keltirish qobiliyati aslida kuchning bir asosiy elementi ekanligini juda yaxshi tushunishgan. Yuqorida aytib o'tilganidek, ba'zida muayyan kuch resurslarni majburlashdan tortib to jalb qilishgacha bo'lgan xatti-harakatlarning butun ko'lamiga ta'sir qilishi mumkin. Iqtisodiy va harbiy tanazzulga uchragan mamlakatlar nafaqat o'zining kuchli resurslarini, balki xalqaro kun tartibini shakllantirish qobiliyati va jozibadorligini ham yo'qotadi. Ba'zi mamlakatlar qattiq kuchlarining qudrati va yengilmasligi haqidagi afsonalar bilan o'zgalarni jalb qilishga intiladi. Masalan, Gitler va Stalin ham aynan shunday afsonalarni ishlab chiqishga harakat qilishgan. Qattiq kuch xuddi Sharqiy Yevropa mamlakatlari ustidan Sovet hokimiyatining o'rnatilgani kabi kichikroq davlatlar uchun kun tartibi belgilovchi imperiyalar va institutlarni barpo etishda ham qo'llanilishi mumkin. Bu borada prezident Kennedy asosli tashvishlanganidek, garchi dunyo miqyosida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovnomalar Qo'shma Shtatlarning mashhurligini ko'rsatgan bo'lsa-da, ammo qudrat jihatdan Sovet ittifoqi o'zining kosmik dasturi va yadro arsenalining kuchliligi tufayli AQSh ustidan yaqqol ustunligini namoyish etgan edi. Ammo bu yumshoq kuch ham qattiq kuchga bog'liq degani emas. Vatikan Stalinning Rim papasining nechta bo'linmasi bor qabilidagi masxara-nomus savoliga qaramay yetarlicha yumshoq kuchga ega edi. Sovet ittifoqi ham bir vaqtlar yumshoq kuchning yetarli resurslariga ega bo'lgan, ammo Vengriya va Chexoslovakiya bosqinidan keyin bu yumshoq kuch o'zining ahamiyatini yo'qotdi. SSRning yumshoq kuchi uning qattiq iqtisodiy va harbiy resurslari o'sishi zamirida keskin susayib ketdi. Shafqatsiz siyosat tufayli Sovet ittifoqining qattiq kuchi uning yumshoq kuchini pasaytirdi. Faqatgina xuddi 1930-yillarda AQShning Lotin Amerikasidagi yumshoq kuch ta'siri Franklin Roosevelt olib borgan yaxshi qo'shnichilik siyosati natijasida mustahkamlanganidek, Sovet ittifoqining Finlandiyadagi ta'sir doirasi ham aynan uning yumshoq kuchi evaziga mustahkamlandi. Ba'zida mamlakatlar harbiy va iqtisodiy qudratdan ko'ra siyosiy ta'sirga ko'proq e'tibor qaratishadi. Boisi ular milliy manfaatlarini iqtisodiy yordam yoki tinchlik o'rnatish kabi jozibador uslubda ifoda etishadi. Misol uchun, Norvegiya so'nggi 20 yil ichida Filippin, Bolqon davlatlari, Kolumbiya, Gvatemala, Shri-Lanka va Yaqin Sharqdagi tinchlik muzokaralarini amalga oshirishdagi faol davlat sifatida ayni shunday siyosatni namoyish etdi. Norvegiyaliklarning ta'kidlashicha, bu ularning lyuteran missionerlik merosidan kelib chiqadi va ayni paytda Norvegiyaning yumshoq kuchini yuksaltiradigan omil boshqa xalqlar bilan ularning qadriyatlarining baham ko'rinishida. Norvegiya tashqi ishlar vaziri Jan Petersen Norvegiyaning ko'plab muzokaralar stolidagi faol o'rni,
uning yirik davlatlar uchun foydali qiymatini ortish kabi masalalarni izohlar ekan, biz o'z imkoniyatlarimizning kengaytirmoqdamiz, deb alohida ta'kidlagan edi. Maykl Ignatieff ham Kanadaning mavqeini xuddi shu nuqtai nazaridan ta'riflaydi. Ta'sir 3 xususiyatdan kelib chiqadi. Namunali fuqaro sifatida axloqiy kuch, kamroq bo'lsa-da harbiy salohiyat va xalqaro yordam ko'rsatish qobiliyati. Qo'shma Shtatlarga kelsak, bizda ular istagan nimadir bor. Ularga legitimlik zarur. Bu o'z navbatida Kanadaning yirik qo'shnisi bilan savdosidagi ta'sirini oshirishga imkon beradi. Polsha hukumati Qo'shma Shtatlarga nafaqat xayrixohlik ko'rsatishi yo'lida, balki Polshaning xalqaro maydonda kengroq ijobiy imijini yaratish uchun ham urushdan keyingi Iroqqa qo'shin yuborishga qaror qildi. 2001-yili Afg'onistonda Tolibon hukumati qulaganida Hindiston tashqi ishlar vaziri yangi muvaffaq hukumatni olqishlash maqsadida Kabulga qurol-yarog' yoki oziq-ovqat bilan emas, balki Bollivud filmlar va musiqalar bilan tashrif buyurgan edi. Natijada Hindiston san'ati namunalari tezda shahar bo'ylab tarqaldi. 3-bobda bir qator davlatlarning yumshoq kuch resurslari haqida batafsil to'xtalamiz. Davlatning yumshoq kuchini oshirishda turli institutlarning xizmati katta. Masalan, Buyuk Britaniyaning 19-asrda va Qo'shma Shtatlar 20-asrning ikkinchi yarmida o'z iqtisodiy tizimlarining liberal va demokratik tabiatiga mos keladigan xalqaro qoidalar va institutlar tuzilmasini yaratish orqali o'z qadriyatlarini izchil yuksaltirdi. Britaniya misolida erkin savdo va oltin standarti, AQSh misolida Xalqaro valyuta fondi, Jahon savdo tashkiloti va Birlashgan Millatlar tashkiloti kabi yirik tuzilmalar tashkil topdi. Davlatlar o'z kuchini boshqalarning ko'z o'ngida qonuniylashtirishga erisha olsa, ularning maqsadlariga qarshi to'siqlar ham kamroq bo'ladi. Agar davlatning madaniyati va mafkurasi jozibador bo'lsa, boshqalar ham bajonidil ularga ergashadi. Agar davlat o'z manfaatlari va qadriyatlariga mos keladigan xalqaro qoidalarni shakllantirsa, uning harakatlari boshqalarning nazarida ham qonuniy aksini topadi. Bu esa boshqa mamlakatlar faoliyatini ortiqcha mablag' va qurollarsiz o'zi istagan maqsadlar sari yo'naltirish imkoniyatini tuhfa etadi.